O'zbekiston tarixda ilk bor jahon chempionatida Timur Kapadze boshqaruvidagi futbol bo'yicha milliy terma jamoamiz tarixiy natija ko'rsatishdi. 2026-yil mundialda bizning terma jamoa ham ishtirok etadi. Hammamizning g'alabamiz, har bir o'zbek farzandining yutug'i. Yigitlarimiz yakunlangan Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi o'yinda 0-0 natija qayd etib, butun O'zbekiston uzoq kutgan jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritishdi. Faqat jahon chempionatiga chiqib qolmay ko'z yosh qilganmiz. Alhamdulillah, Alloh yetkazdi, mana quvonch ko'z yoshlariga yetkazdi. Biz haqli edik bunga erishishga. Bu faqat bizlarda futbolchilarda yutuq emas. Biz harakat qildik, biz o'zimizning qo'limizdan kelgan amalni qildik. Alloh bizga shuni nasib qildi. Bu butun o'zbek futbol muxlislarini bayrami. E'tirof etmasa bo'lmaydigan holat. Bizga jahon chempionati yo'llanmasini sovg'a qilgan darvozabon O'tkir Yusupov o'yinda terma jamoamizni 6 ta goldan qutqarib qoldi. Sovrin o'z yo'liga hozir butun xalqimiz xursand. Duolari bilan shu joygacha keldik. Biz oldimizga qo'yilgan maqsadni erishdik, jahon chempionatiga chiqdik. Bu nima deydi? Hozir til bilan tasvirlab berish juda qiyin. Bizga armon bo'lib qoldi. Mana alhamdulillah jahon chempionati chiqdik. Endi nima deymiz? Xalqimiz duosi bilan, ota-onamiz duolari bilan erishdik. Rahmat. Ichimdagi hissiyotni tasvirlab bera olmayman. Orzular orzuligicha qolmadi. Bunga bevosita guvoh bo'lish boshqacha bo'lar ekan. O'yindan so'ng tashkil etilgan matbuot anjumani vaqtida yana bir qiziq voqealardan biri sodir bo'ldi. Futbolchilarimiz bostirib kirishdi va barcha ommaviy axborot vositalari vakillari oldida bayram qilishdi. Ijtimoiy tarmoqlarda yashin tezligida tarqalgan yangilik bilan FIFAning rasmiy sahifasi, Manchester City klubining rasmiy sahifasi, Jahon chempionatining rasmiy sahifasi va FIFA prezidenti Infantino ham O'zbekiston terma jamoasini jahon chempionatiga chiqqani bilan tabrikladi. Welcome to the FIFA World Cup Uzbekistan. I'm thrilled to congratulate you on your historic qualification to the FIFA World Cup 2026 in Canada, Mexico and the United States. Sean Evans bosh hakamligida o'tgan match yakunida davlatimiz rahbarining ham tabrigi e'lon qilindi. Ko'p vaqt o'tmay Shavkat Mirziyoyev qahramonlarimizga telefon ham qildi hamda milliy terma jamoamiz a'zolarini tarixiy natija jahon chempionatiga chiqqani bilan tabrikladi. Ushbu tarixiy g'alaba bilan yurtdoshlarimizni tabriklagan holda Birlashgan Arab Amirliklarining Abu Dabi shahridan Muslimbek Abdurahimov, Mehriddin Nortojiyev, Asaloy Turg'unova, Shovozbek Poziljonov, Ramiz Yusupov maxsus